Assalomu alaykum. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Obuna bo'lishni unutmang. Jon, kechagi kungi Marsel bilan Erka Bulandi bo'yiga fikringiz qanday bo'ldi? Marseldan kutganmidingiz? Men kutmagandim действительно. Va endi taqdirlab urgan bilan parishlagan farq shunda bo'ldi-da. Bir Marsel bor timni parishlardi. Bu borib faqat lab urdi, labdan taqdir urdi. Hech kim ishonmadi. Hech kim ishonmadi, lekin hech kim ishonmagan narsani qo'ylatib qo'ydi. Marsel. Men bitta videoyingizda ko'rgan ekanman, siz bilan meni deyapti, solishtiraman deyapti xalq deganda siz qo'lingizni ko'tarib, sen yutding. Sen men do'stimsan degan ekansiz. Ha, endi Marseldan endi bu biz O'zbekistonda MMA yo'q paytdan beri tanishmadi. Endi Qirg'izistonga olib chiqib urushib yurgan Qirg'izistonga. Ash paytdan beri tanishmadi. 7-8 yillab. Marsel Bobirjon bilan omad senga bos gazini Chista qirg'izskiy duh ko'rsatdi-da. Молодец. Krasavchik. Ana u bir bolasini kesaman degan do'stim kesmadi, endi uzr so'raymiz, hammadan sog' bo'ylar.